Azaldan kitob ma'rifat chirog'i, tafakkur va yuksak ma'naviyat timsoli sifatida e'zozlab kelingan. Bugungi kunda ham xalqimiz orasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, yosh avlodni bilim va ma'rifatga chorlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday ezgu maqsadda Denov tumanida yangi kutubxona faoliyat boshladi. Kitobxonlikni targ'ib etish va yosh avlod qalbida kitobga bo'lgan muhabbatni uyg'otish maqsadida Denov tumani Do'stlik mahallasida joylashgan 17-umumta'lim maktabida yangi kutubxona ish boshladi. Mazkur kutubxona tashabbuskori, tadbirkor Islom Xudoyberdiyev bo'lib, u o'zi o'qigan maktabiga ma'naviy hadya sifatida yangi ziyo maskanini tashkil qildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yurtimizda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, kitobga bo'lgan mehrni oshirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar va ularning ijtimoiy ahamiyati haqida to'xtalib o'tishdi. Bugun juda katta islohotlar ketyapti mamlakatimizda. Prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan islohotlar o'sha sanoatdan tortib qishloq xo'jaligigacha, qurilishdan tortib ma'rifatgacha hamma joyda islohotlar ketyapti. Mana bu kutubxona ham olib borilayotgan bir jarayonning, katta islohotlarning bitta zarracha, xuddi toza, go'zal bir namunasi desa bo'ladi. Kutubxona fondidan joy olgan 8000 ga yaqin kitoblar orasida badiiy adabiyot, jahon va milliy klassika, ilm-fan sohasiga oid manbalar, ensiklopediya va lug'atlar, yoshlarga mo'ljallangan kitoblar mavjud. Ushbu kutubxonaning tashkil etilishi munosabati bilan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan 600 dan ortiq badiiy adabiyot tuhfa qilingani bu ziyo maskani fondi